o'zi o'tgan yilni boshida boshlanadi. 1-2 chiqib bordi, keyin yilning oxiriga kelib ko'payib ketdi, juda ham ko'payib ketdi. Mas surtdim, keyin dermatologlarga bordim. Dermatologlar ham rosa lecheniyalar yozib berdi, ukollar oldim. Endi yuzdan emas u, men kapelnitsalar oldimda. Keyin u ham ozgina effekt berdi, lekin terining tagida baribir ham yiringlashib qolgan ekan. Keyin ko'payib ketdi. Hammasini lecheniyasini qoldirmasdan qilib ko'rdim. Keyin Irodobaga keldim. Irodoba aytdilarki, u ichida effekt qolavergan, ichida yiringi qolavergan, ustini davolagansizlar deydi. Ustini davolaganmiz, lekin shu ichida anaqasi yiringi bo'lgani uchun ko'payib boraverdi-da. Keyin oxiri chidab bo'lmaydigan darajaga olib ketdi. Mana bunaqa ishib, katta bo'lib ketdi, qizarib ketdi, keyin shu Irodoba o'zi to'g'rilab berdi.